Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, abituriyentlar hamda talabalar. 6-sinf qadimgi dunyo tarixi darsligimiz 1 hamda 5-mavzu yuzasidan tuzilgan qisqacha testlarimiz bor va aynan mana shu testlarni tahlilini qilib o'tamiz. Demak, bizda dastlabki savol. Quyidagilar orasidan Neandertal odam suyak qoldiqlari topilgan davlatlar qatorini belgilang. Demak, bizga Neandertal odam suyak qoldiqlari topilgan bir emas, balki ikkita mamlakat kerak bo'ladi. D javobdan boshlab ko'rib ketamiz. Xitoy hamda Indoneziya javoblarini ola olmaymiz, negaki Xitoy hududidan Sinantrop, Indoneziyadan esa Pithecanthropus tipidagi odam suyak qoldiqlar topilgan. A javobni ham ola olmaymiz. A javobda Fransiya va Germaniya javoblari bor. Agarda Germaniyani o'zi bo'lganda olishimiz mumkin edi, Fransiyani olmaymiz, chunki Fransiyadan biz yaxshi bilamizki, Kramonion odam suyak qoldiqlari topilgan. Demak, A va D javoblar shu o'rni o'zida chiqib ketdi. C javobda Ispaniya, Rossiya va Fransiya. Ushbu mamlakatlarda umuman boshqa ma'lumotlar keltirib o'tilgan, negaki Ispaniyadan Altamir, Rossiyadan Kapova va Fransiyadan Kramonion va Lasko g'orlari topilgan edi. Shunday ekan, mana shu javoblar ham chiqib ketadi. Bizda to'g'ri javob B, ya'ni Germaniya hamda O'zbekiston bo'ladi. Yaxshi bilamiz, Germaniyadan Neandertal odam suyak qoldiqlari topilganligini. Bundan tashqari O'zbekistonda Boysun tog'larida joylashgan Teshiktosh g'oridan ham 8-9 yashar bolaning suyak qoldiqlari topilgan, Neandertal bolaning suyak qoldiqlari topilgan. Demak, birinchi savolga B javobini ola olamiz. Nima uchun olganimizda ham yetib ketdim. Ikkinchi savol. Quyidagilardan Makedoniyalik Aleksandrning harbiy yurishlari haqida ma'lumot beruvchi asarni toping. Demak, Makedoniyalik Aleksandrning harbiy yurishlari asarni yozgan emas, balki Aleksandrning harbiy yurishlari haqida ma'lumot beruvchi asarni topishimiz kerak. O'z-o'zidan birinchi javob chiqib ketadi, chunki bu o'sha qo'shimcha variant sifatida qo'yib ketilgandi. A javobdagi Aryanni nimaga ola olmaymiz? Aryan Makedoniyalik Aleksandr. Umuman olganda Aleksanderning harbiy yurishlari asarini yozgan. Lekin Aleksandr Anabasis, ya'ni Aleksanderning harbiy yurishlari asari O'rta Osiyoga qilgan harbiy yurishlar haqida ma'lumot bermaydi. Gerodotni ham ola olmaymiz, chunki Gerodot 5-asrda, Makedoniyalik Aleksandr esa 4-asrda yashagan. Bu ikkalasi ikki davrda yashaganligi uchun bu javobni ham ola olmaymiz. To'g'ri javob kitobda ham keltirib o'tilgan C javob bo'ladi. Ya'ni Kvint Korsirov. Makedoniyalik Aleksandr tarixi asarini yozgan Kvint Korsirovning o'sha asarida Makedoniyalik Aleksandrning harbiy yurishlari haqida ma'lumot berib ketilgan hisoblanadi. Uchinchi savol. Odamni qurshab turgan tevarak olamni tushunishga intilishi nimaning rivojlanishi uchun asos bo'ladi? Bu aniq, bunga ko'p to'xtalib o'tirishimiz kerak emas. Bu tasviriy san'atning bo'ladi. Totemizm, ovchilik va animizm bunga to'g'ri kelmaydi. 4-savol. Zamonbovo manzilgohi qaysi daryo havzasi yaqinidan topilgan? Demak, avvalo Zamonbovo manzilgohini qayerda joylashganligini aniqlab olamiz. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida joylashgan. Demak, O'zbekistonning o'sha markaziy okruglarida, ya'ni o'sha O'zbekistonning markaziy qismlarida joylashgan, asosan o'sha Xorazm va Qashqadaryoga tutashib ketgan hududlarda. Demak, ularga to'g'ri kelmaydigan javoblarni ko'rib ketadigan bo'lsak, birinchilardan bo'lib Sirdaryo javobini chiqarib tashlaymiz. Negaki Sirdaryo O'zbekistonning o'sha Sirdaryo viloyati, Toshkent hamda Farg'ona viloyatlarini kesib o'tadi. Demakki, umuman boshqa geografik hududga to'g'ri keladi va bu hududdan hech qanaqangi zamonaviy manzilgohi topilmagan. Qashqadaryoni ham ola olmaymiz, chunki Qashqadaryo daryosini o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, Qashqadaryo daryosi faqatgina Qashqadaryo viloyatini o'zidan oqib o'tadi. Bu javob ham noto'g'ri bo'ladi. Amudaryoni ham ola olmaymiz, chunki Amudaryo yaqinida deb kitobda yozilmagan. Bundan tashqari Amudaryo Buxoro viloyatiga tutashib ketmaydi. Asosan Surxondaryo viloyatiga tutashib ketadi. Shu bilan birgalikda Xorazm hamda Qoraqalpog'iston hududlarini kesib o'tadi. Demakki, Zamonbovo Amudaryo daryosi havzasida joylashmagan. Zarafshon daryosi havzasida Zamonbovo ko'li yaqinida topilgan Zamonbovo manzilgohini biz juda ham yaxshi bilamiz. 3-mingillik oxiri hamda 2-mingillikka tegishli hisoblanadi. Demak, to'g'ri javob Zarafshon daryosi havzasi yaqinida hisoblanadi Zamonbovo manzilgohi. 5-savol. Qaysi davrga kelganda odamlar dastlab misdan foydalanishga va undan mehnat qurollari yasashga o'tishgan? Bu yerda imloviy xato bo'lib ketgan. To'g'ri tushunasizlar ustozlar. Demak, avvalo D javobni chiqarib tashlaymiz, chunki D javobda temir aslida allaqachon mis kashf qilingan. Nafaqat mis, bundan keyin bronza va temir ham kashf qilingan. Shuning uchun buni chiqarib tashlaymiz. C javobni ham chiqarib tashlaymiz, chunki hozir aytib o'tdim, bu paytda bronza ham kashf qilingan hisoblanadi. Tabiiyki, bronzadan avval mis kirishilgan, ya'ni foydalanilgan.
bizda A va B javoblari qolyapti. Biz juda ham yaxshi bilamiz, A javobda berilgan eneolit davri mis tosh davri ekanligini, ya'ni mis bilan toshni birgalikda ishlatilishi. Lekin ushbu o'sha mis madani ishlatilishidan oldin paydo bo'ladi, ya'ni ishlatish uchun ham ma'lum muddat o'tadi. Neolitning oxirlarida odamlar misdan foydalanishga o'tishgan, eneolit davrida esa misdan mehnat qurollari yasashgan hisoblanadi. Demak, B javob, ya'ni juda ham yaxshi bilamiz, neolit davrining oxirlarida odamlar misni kashf qilishadi. 6-savol. Qaysi davrga kelganda qadimgi Sharqda ilk shahar va davlatlar vujudga kela boshlaydi? Xo'sh. Avvalo bu qachonga to'g'ri kelishini ko'rib olishimiz kerak. Qadimgi Sharqda ilk shahar va davlatlar miloddan avvalgi 4-minglikda vujudga kela boshlaydi. Demak, bizda chiqarib tashlaydigan javoblarimiz bor. Bular avvalo so'nggi paleolit bo'ladi. Chunki so'nggi paleolit davrini juda ham yaxshi bilamiz, miloddan avvalgi 40-12-mingliklarni o'z ichiga olishligini. Bronza davrini ham chiqarib tashlaymiz, chunki bronza davri ham miloddan avvalgi 3-minglikning o'rtalaridan boshlangan. Demak, bizda B va C javoblari qolyapti. Mana shu B va C javoblarga ko'pchilik ikkilangan bo'lishligi mumkin. Negaki neolit davri 6-minglikdan 4-minglikgacha, eneolit esa 4 va 3-mingliklarni o'z ichiga oladi. Aynan hozir aytgan jumlamdan tushunib oldingizlarki, neolit davri 4-minglikda tugaydi. 4-minglikda eneolit davri boshlanadi va eneolit davrida qadimgi Sharqda ilk va shahar davlatlari vujudga kelgani hisoblanadi. Mana shu 7-savolimizda xato bo'lib ketgan ustozlar to'g'ri tushuniladi o'ylayman, chunki nimada guruhda ham bu haqida ma'lumot berib qo'ydim. 7-savolda mazmunan shunaqa bo'lishligi kerak edi. Quyidagilar orasidan so'nggi paleolit davriga oid O'zbekiston hududida joylashgan manzilgohni toping deyilishi kerak edi. Biroz xato bo'lib ketgan. Buni imloviy ham deb bo'lmaydi, o'zimogina ma'no jihatdan biroz xato bo'lib ketgan. Bizda so'ralganki, bu yerda quyidagilar orasidan so'nggi paleolit davriga oid O'zbekiston hududida joylashgan qoya tosh rasmlari. Yo'q, qoya tosh rasmlari bu yerda ortiqcha juda ham. Biz so'nggi paleolit davriga oid bo'lgan manzilgohni topishimiz kerak. Teshik tosh g'orini ololmaymiz, chunki juda ham yaxshi bilasizlar, o'rta paleolitga tegishli ekanligini. Zarovut soyni ham ololmaymiz, chunki mezolit davriga tegishli bo'lgan. Selingurni ham ololmaymiz, chunki Selingur va Ko'lbuloq manzilgohlaridan ilk paleolitdagi chopperlar topilgandi. Bu ikkalasi birlashadigan bo'lsa, umuman boshqa narsa bo'ladi. Ya'ni manzilgoh emas, balki chopperlar topilgan hudud hisoblanadi. Ya'ni so'nggi paleolit davri odamlar yashagan manzilgoh emas. Farg'ona viloyati hududidan, Samarqand shahri hududidan va Toshkent viloyatining Ohangaron vodiysi Ko'lbuloq manzilgohidan so'nggi paleolit davriga oid manzilgohlar topilgan edi. Demak, bizda B javob to'g'ri bo'ladi. 8-savol. Quyidagilar orasidan o'rta paleolit davri manzilgohlarini belgilang. Bundan oldingi savolda ko'rdik, D javobdagi teshik toshni ko'rgandik. Endi bu yerda ham o'sha javobni belgilaymiz. Faqat bu yerda C bo'lyapti. Ya'ni quyidagilar orasidan o'rta paleolit davri manzilgohlarini belgilang deyilganda, shubhasiz teshik tosh g'orini ko'rishimiz mumkin. Qolgan variantlarni ham ko'rib ketadigan bo'lsak, Selingur makonni aytdim sizlarga, ilk paleolitda topilganligini, Sopolli tepa bronza davrida bo'ladi, Zarovut soy darasi esa mezolit davriga to'g'ri keladi. 9-savol. Qadimgi odamlar va u yoki bu buyumlarning omad keltirishga yoxud balo qazoni bartaraf etishga e'tiqod qilish bu qanday nom bilan aytilgan? Bu shubhasiz aniq, bu narsaga ko'p ham ikkilanib o'tirish shart emas. Bu fetishizm bo'ladi. Animizm jonivor ruhlarning borligiga ishonish, totemizm esa biror bir hayvon yoki o'simlik bilan qarindoshlik aloqasiga ishonish, epigrafika esa bitiklarni o'rganadigan fan hisoblanadi. 10-savol. Qaysi manzilgohdan, bronza davriga oid bo'lgan qaysi manzilgohdan xom g'ishtdan qurilgan uy-joylar, sopol buyumlar, bronzadan yasalgan mehnat qurollari va zeb-ziynatlar yasalgan ustaxona qoldiqlari, shuningdek yirik xumlarda saqlangan bug'doy va arpa don topilgan? Birinchilardan bo'lib Zarovut soyini chiqarib tashlayman. Zarovut soyida bunaqa ma'lumot berilmagandi. Mezolit davriga oid bo'lgan manzilgoh edi, lekin bunaqa batafsil ma'lumot berilmagan. Zamongo miloddan avvalgi 3-mingillik, oxiri 2-mingillikka taalluqli Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan topilgan. Zamongo ko'l yaqinida Zarafshon daryosi havzasida. Buni ham ololmaymiz, chunki unaqa ta'rif berilmagan. Jarqo'ton Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida joylashgan, ilk shahar alomatlari ko'zga tashlangan, lekin bunda berilgan ma'lumot ularga to'g'ri kelmaydi hech biriga. To'g'ri javob Sopolli tepa hisoblanadi. Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumanidan topilgan Sopolli tepa manzilgohida quyidagi ma'lumotlarning barchasi to'g'ri keladi. Manzilgohiga. 11-savol. Quyidagilar orasidan neolit davrining eng katta ixtirosi hisoblanganini toping. Javoblarda berilgan barcha ma'lumotlar o'zi neolit davri ixtirosi hisoblanadi. Ularning orasida eng kattasini topishimiz kerak. Bu darslikda alohida keltirib o'tilgan.
Sopol buyumlarning yasalishi bilan neolit davri boshlangan, lekin eng katta ixtirosi emas bu ham. O'rtoq turmush tarziga o'tish ham neolit davrida yuz beradi, lekin bu ham eng katta ixtirosi emas. To'qimachilik va kulolchilik bu ham, ya'ni to'qimachilik ham neolit davrining eng katta ixtirosi emas. Neolit davrining eng katta ixtirosi chorvachilik hamda dehqonchilik hisoblanadi. Demak, 11-savolga D-ni oldik shu tarzda. 12-savol. Quyidagilar orasidan noto'g'ri bo'lgan ma'lumotni aniqlang. Demak, bizda noodatiy, ya'ni to'g'ri bo'lgan javob kerak. D javobdan ko'p ketadigan bo'lsak, mehnat qurollarining temirdan yasalishi eng avvalo dehqonchilikning rivojiga katta ta'sir qiladi. Bu to'g'ri bo'ladi asli, chunki bu yerda noto'g'ri hech qanaqa ma'lumot yo'q. Mehnat qurollarining temirdan rostdan ham yasalishi dehqonchilikning rivojiga katta ta'sir qiladi. Demak, buni ola olmaymiz. Bu yerda noto'g'ri ma'lumot bo'lmaganligi hisobiga. C javob. So'nggi paleolit davriga oid Ispaniyada Altamir, Fransiyada Lasko, Boshqirdistonda Kapao g'orlari topilgan. Shubhasiz bu ma'lumot ham to'g'ri hisoblanadi, ya'ni noto'g'ri ma'lumot yo'q bu yerda. A javob. Dehqonchilik va chorvachilikning rivojlanishi hunarmandchilikning shakllanishiga olib keladi. Bu hodisa neolit davrida yuz bergan. Bu ham to'g'ri javob bo'ladi, ya'ni dehqonchilik va chorvachilik neolit davrida ishlab chiqaruvchi xo'jalik vujudga kelgandan so'ng keyinchalik ushbu ikkita tarmoqning rivojlanishi natijasida uchinchi bir tarmoq, ya'ni hunarmandchilik shakllangan edi. Demak, A, C va D javoblar hozirda savolda so'ralganiga noto'g'ri emas. B javob nimaga noto'g'ri bo'ladi? B javobni avvalo o'qib ko'ramiz. Mezolit davri oxirida O'rta Osiyoda xo'jalikning yangi tarmoqlari, ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik vujudga kelgan. Noto'g'ri ma'lumot qayerda edi? Mezolit davri oxirida O'rta Osiyoda emas, balki Old Osiyoda yangi tarmoqlar, ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik vujudga kelgan edi. Lekin bu yerda ma'lumot sifatida O'rta Osiyo berilgan. Shunday ekan, savolda so'ralgan noto'g'ri javob bu B bo'ladi, ya'ni O'rta Osiyoda deb berib ketilgan hisoblanadi. Xo'p, mana bu savolni ko'radigan bo'lsak, 13 hamda 15-savollar. Demak, 13-chi, 14-chi, 15-chi savollarga berilgan javoblarni quyidagi variantlardan tanlashimiz kerak bo'ladi. Qaysi davrga kelganda insonlar ixtiyorida ortiqcha qishloq xo'jalik mahsulotlari vujudga keladi? E'tibor beramiz, qishloq xo'jalik mahsulotlari bo'ladi, vujudga keladi. F javobdan ko'rib ketadigan bo'lsak, mezolit davr. Mezolit davrida hali qishloq xo'jaligi unaqa katta taraqqiy etmagan edi. Mezolit davrida biz juda yaxshi bilamiz, hayvonlarni o'sha ozuqa zaxirasi sifatida saqlab qo'yilishi bor. Shunga ikkilangan bo'lishi mumkin ko'pchilik, lekin bizda savolda qishloq xo'jalik mahsulotlari so'ralyapti. Ya'ni u paytda ibtidoiy ziroatchilik bo'lgan xolos, unaqa qishloq xo'jaligi, ya'ni ishlab chiqaruvchi xo'jalik bo'lmagan mezolit davrida. Shubhasiz mezolit davrida bo'lmagandan so'ng, undan oldingi davr so'nggi paleolit davrida ham bo'lmaydi. Temir davrida ham unaqa ma'lumot berilmagan, chunki temir davrida insonlar bir qadar taraqqiy etib, dehqonchilikka yaxshiroq ishlov bera boshlaydi. Lekin qishloq xo'jalik mahsulotlarining ortiqcha vujudga kelishi temir davridan biroz oldinroq bo'ladi, lekin neolit davrida ham emas. Neolit davrini ham olmaymiz, negaki neolit davrida o'zi qishloq o'sha dehqonchilik sohasi, ya'ni qishloq xo'jalik sohasi vujudga kelgan, ya'ni dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik vujudga kelgan. Shular qatorida dehqonchilik ham vujudga kelgan. Bu neolit davrida ham bo'lmaydi. To'g'ri javob bronza bo'ladi. Bronza mehnat qurollariga ega bo'lgan odamlar endilikda yerga yaxshi ishlov berib, ularning ixtiyorida ortiqcha qishloq xo'jalik mahsulotlari qolgan edi. Demak, 13-savolga B javobni ola olamiz. 14-savol. Qaysi davrga kelganda insonlar harbiy demokratiya tamoyillari asosida yashay boshlaydi? Bu aniq, buni ko'proq tahlil qilishim shart emas. Bu temir davrida bo'ladi, chunki temir davrida qabila ittifoqlari vujudga kelgan va ayni shu davrdan boshlab kishilar harbiy demokratiya tamoyillari asosida yashay boshlaydi. 15-savol. Qaysi davrda paxsadan uylar qurila boshlangan? Mezolit davrida bunaqa ma'lumotimiz yo'q. So'nggi paleolit davrida ilk turar joylar qurilgan. Temir davrida bunaqa ma'lumot berilmagan. Neolit davrida xom g'ishtdan ko'p xonali uylar qurilgan. Bronza davrida bu to'g'ri kelmaydi. To'g'ri javob A javob bo'ladi. Ya'ni A javobda berilgan neolit davrida insonlar doimiy turar joylar qura boshlaydi. O'sha o'troq turmush tarziga o'tadi va uylarning aksariyat qismini paxsadan bunyod etishgan. Demak, 15-savolga A javobni ola olamiz. Xo'p, 16-savolni tahlil qilib ketadigan bo'lsak,
o'zi A va B variantlarini o'zini o'qib ketaman. Ishlab chiqaruvchi xo'jalik, dehqonchilik va chorvachilik qaysi davrda vujudga kelgan? Bu yuqoridagi savolda ham berib ketilgandi. Javobi bu neolit davrida bo'ladi. Neolit davrini yozishlaring kerak bo'ladi. Lekin botn nastroykasida bunaqa yozib bo'lmaydi. Yozadigan bo'lsalaring har bitta harfni men javob kiritganim singari kiritishlaring kerak bo'ladi. Shunda ko'pchilik to'g'ri javobni yozgan bo'lsa ham qataqadir imloviy xato qilib qo'yadigan bo'lsa, bot noto'g'ri tekshiradi. Shuning uchun 16 hamda 20 savollarni botga yuborishlarni o'zim xohlamadim. O'zimiz qisqacha taxmin qilib ko'rib ketamiz. Demak, A nimasiga neolit davri bo'ladi. Chorvachilikni dehqonchilikdan ajralib chiqqan davrini yozing deb berilgan savolda bu shubhasiz bronza davrida bo'ladi. Chunki bronza mehnat qurollariga ega bo'lgan odamlar endilikda yerga yaxshiroq ishlov bergan, natijada insonlar ixtiyorida ortiqcha qishloq xo'jaligi mahsulotlari qolgan edi va ayni o'sha yerda berilgan edi. Chorvachilik ham o'sha davrda dehqonchilikdan ajralib ketgan edi. 17-savolni ko'radigan bo'lsak, turar joylar qurilishi qaysi davrning ixtirosi hisoblanadi? Boyagi savolni tahlil qilib ketish chog'ida bu ma'lumotni ham aytib ketdim. Turar joylar qurilishi so'nggi paleolit davrining ixtirosi, doimiy turar joylar qurilishi neolit davrining ixtirosi, ko'p xonali uylar qurilishi esa eneolit davrining ixtirosi edi. Demak, bizda so'ralgan turar joylar qurilishi bu so'nggi paleolit davrining ixtirosi bo'ladi. Ma'lumot sifatida aytib ketdim bu B variantidagi javobni ham. Doimiy turar joylar qurilishi bu neolit davrining. Demak, turar joylar so'nggi paleolit, doimiy turar joylar neolit davrining ixtirosi hisoblanadi. 18-savolni ko'rib ketamiz. Qaysi davrda insonlar hayvonlar terisidan kiyim-kechak tayyorlashgan? Hayvonlar terisidan, ya'ni ilk kiyim-kechak tayyorlangan davr bu so'nggi paleolit davri hisoblanadi. Javob bu yerda so'nggi paleolit edi. Tolalar va jundan kiyim-kechak tayyorlash tarmog'i to'quvchilik qaysi davrning ixtirosi? Bu savol sizlarga unaqa qiyinchilik tug'diradi deb hisoblayman. Negaki, o'sha ishlab chiqaruvchi xo'jalik, hunarmandchilik ham neolit davrida vujudga kelgan edi. Hunarmandchilikning ikkita tarmog'i kulolchilik va to'quvchilik vujudga kelgan. Ya'ni tolalar va jundan kiyim-kechak tayyorlash tarmog'i to'quvchilik neolit davrining ixtirosi hisoblanadi. Hayvonlar terisidan kiyim-kechak tayyorlash so'nggi paleolit, tolalar va jundan kiyim-kechak tayyorlash tarmog'i to'quvchilik esa neolit davrining ixtirosi hisoblanadi. 19-savol. Urug' jamoalarining manzilgohlari qaysi davrga kelganda shakllanadi? Ustozlar, mana shu joyga ahamiyat beramiz. Urug' jamoasi emas, balki urug' jamoalarining manzilgohlari. Avvalo urug'larni o'ziga keladigan bo'lsak, urug' bu so'nggi paleolit davrida shakllangan edi. Urug' jamoalarining manzilgohlari esa neolit davrida shakllanadi. Boya ham aytib o'tdim, neolit davrida odamlar ishlab chiqaruvchi xo'jalik, ya'ni dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilikka o'tishadi. Undan tashqari doimiy o'sha turar joylarga ega bo'lishadi. Turar joylarning aksariyat qismini paxsadan qurishadi. Ya'ni o'sha davrda urug' bo'lib yashagan kishilarning manzilgohlari vujudga keladi. Ya'ni doimiy bitta joyda turgandan so'ng ularning manzilgohlari ham vujudga kelgan bo'ladi. Demakki, urug' jamoalarining manzilgohlari aytib o'tganim singari neolit davrida vujudga kelgan edi. Avesta kitobida urug' jamoasi nima deyilgan? Biz juda ham yaxshi bilamiz. Avesta kitobida katta patriarxal oila nimani deyilganini, urug' jamoasi Ves, hududiy qo'shnichilik jamoasi Varzani, qabila Zantu, qabila ittifoqi esa Daxyo deb etilganini bilamiz. Hozir ma'lumot sifatida aytib ketdim. Avesta kitobida urug' jamoasi Ves deb etilgan hisoblanadi. Va oxirgi savolni ko'rib ketadigan bo'lsak, o'troq turmush tarzi mehnat qurollarining takomillashuvi jamoalarning nimasiga bu yerda o'sha nuqta o'rniga yozib ketishlaring kerak bo'ladi. O'troq turmush tarzi va mehnat qurollarining takomillashuvi jamoalarning dehqonchilikka o'tishiga imkon yaratgan. Demak, 20-savolning A javobiga dehqonchilik bo'ladi. B javobni ko'radigan bo'lsak, dehqonchilik va chorvachilikning rivojlanishi bu hunarmandchilikning shakllanishiga olib kelgan hisoblanadi. Demak, ustozlar, savollarda qanaqadir kamchilik xato bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Umuman olganda kamchilik xatolar bor, imloviy shu bilan birgalikda ma'no jihatdan. Ularni to'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman. Demak, tahlilni yakunlaymiz.